San'at sohasida topilgan pul halolmi yoki harommi? San'at deganda nima ko'zda tutilyapti? Savolning javobi shunga bog'liq. San'at demak keng ma'noda ishlatiladigan narsa. San'at deganda rassomlik bo'lishi mumkin, musiqa bilan shug'ullanish mumkin yoki me'morlik san'ati bo'lishi mumkin. Va shunga o'xshagan san'atning turlari nihoyatda ko'p. Ularni ichida demak bir ovoz bilan san'at sohasida topilgan pul halol yoki harom deb fatvo berish qiyin. Umumiy javob shu bo'ladiki, agar san'at shariat doirasida bo'lsa, o'sha san'at orqali qilinadigan ish shariatimizda halol deyilgan bo'lsa, uning orqasidan topilgan pul halol bo'ladi. Agar san'at deb atalayotgan narsa harom deb yuzasidan qilinadigan bo'lsa, o'sha ish shariatimizda harom deb aytilgan bo'lsa, unday paytda undoq san'atdan topilgan pul ham harom bo'ladi. Mana shu ma'noda demak savol o'zi mujmalroq, umumiyroq qilib berilganligi uchun javob ham mujmal va umumiyroq chiqadi. Chunki san'at bitta yoki ikkita narsaga bog'lanib qolgan tushuncha emas, balki katta bir tushuncha bo'lib, u demak ana shu ham halol ham harom narsalarni o'z ichiga olgandir. Demak xulosa shu, san'at orqali qilinadigan ish shariatda ruxsati bor ish bo'lsa, halol bo'lsa, u orqali topilgan pul ham halol bo'ladi. Va san'at deb atalayotgan narsa, unda qilinadigan ish shariatda harom deb aytilgan bo'lsa, uning orqasidan topilgan pul ham harom bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.